Golden Travel'chilar, qarab berasiz, Golden Travel'chilar. Men Demek do'stlar, bize orzu qilib kutilgan Tayland safarine yo'la chiqdik. Bismillahirrahmanirrahim deb samolyotga mindik. Xudo shukr, komandamiz hammamiz bir yerda ekanmiz. Golden Travel. Thank you very much. Taylandga darrov uchib bordik. Sababi samolyotda uxlab qolibman. Shuning uchun osmondan olingan kadrlar yo'q. Taylandga borib tushganimizdan bizani Taylandning haqiqiy tabiati kutib oldi. Jigarlarim, Gastesamizga yetib keldik. Gastesani ko'ringlar. Bak. Yine manzara. Bir yan dengiz. Bir yan bilinmem ne olur. Başka bir narsa quracaklar. Bular lekin kichkina yer bo'lsa ya stroyka quradigan odati yo'q o'xshaydi. Taylandga borib tushganimizdan doğru bola bilan kelishlikdan bozorga boramiz dedik. Bozorga borib aylanib yursam, chota Taylanddagilarning hammasi menga o'xshaydi. Yaxshilab qaranglar, toshni o'xshaydi. Jam kigrik. Jam kigrik. Menga Tayland davlatining eng yaqin yeri o'zlarining milliy sporti, ya'ni taekvondoni shu daraja reklama qiladi, gap bo'lishi mumkin emas. Boyes jangchilarni, Muay Thaichilarni shunday reklama etadi ekan. Yana sportda e'tibor qarang, ko'chada yurib boy bo'ladi, galinglar deb bilan молодец lekin. Ko'rdingmi? Bizda sportda bir marta aytadi, Aryani Instagramda reklama bo'ladi. Hasan! Biz yetdik, do'stlar! Noga xursand bo'lib yotganimizni erkaklar tushundi. Sababi internetda mashhur bo'lib turgan ko'chasi Pantom Beach. Tayland ko'chalarida esa apka sifat erkaklar, erkak sifat apkalar yuriydi. Shunga ehtiyot bo'laverasizlar. Bize Taylandga borgan vaqtimizda yomg'ir sezonuna doğru geldikmi, geçim bilan yomg'ir yog'adi, gündüzü esa quyosh chiqib turadi. Lekin havo shunday toza, hazzat o'pkalarni doldurib oldik. Ko'p odam yozib turibdi, chota kontent qilmaydirsizlar deb sezib turgan bo'lsangizlar, ovozim endi o'zine kelayotir. Xudo xolasa, bugundan ya ertadan biz sizlar uchun chiroyli kontentlarni davom qildiramiz. Kichikda davom qiling. Открывай дверь без ключа. Haqiqiy shu yerga keldik. Nera borsam tabiatni yaxshi ko'raman. Bu haqiqiy tabiatini. Gap bo'lishi mumkin emas, tavsiya qilamiz, Taylandga kelaverasizlar. Albatta kim bilan? Golden Travel. Bir günümüzni azondan kechacha dengizni bo'yinda o'tirdik. Bolalarni ko'rsangizlar, parashyut uchayotir, gemi haydayotir. Lekin doğrusini aytsam, men parashyut uchmoqqa ozgina duxum yetgan yo'q. Sababi Taylandda tavakkal etib bo'lmaydi. Oilam O'zbekistonda meni kutyotir. Assalomu alaykum azizlar. Bugun erta turdik. Xudo xolasa bugun James Bond oroliga ketamiz. Shu yotgan joyimizdan resepsiyonacha piyoda borishga qaror qildim. Like'larni bosib turasizlar, kommentariyani men piyoda yo'lga chiqdim. Imindavo, jilla imindavo ma'lumotga. Ha, imda. Qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. James Bond orolini geçish uchun gemilar yoniga keldik. Gemilar. Bolasini bitdi. Az James Bond orolini birgalikda ko'ramiz sizlarga. Ko'pchiligimiz yaxshi biladigan James Bond kinosi bor. James Bond kinosi shu orolda syomka etilgan. Shuning uchun bu orolning adini James Bond oroli deb aytadilar. Ana endi biza James Bond orolini o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rish uchun yetib keldik. Tabiatga qaranglar do'stlar, tabiatga. Gazlar orolchaning yomon yerine geldik. İşanaveringlar. Bu boshqa yerlar ko'p borish kerak deb vaqtni o'tirib bermanglar. Borish kerakmi? Borish kerak. Dim yomon yeri, dim, ishanaveringlar. Sho'pir hammasi yaxshi bo'ladimi?
To'g'ri. Nazorat o'z qo'limda deb nima dedi? Nazorat ostida ekan. Bizlarga jaket ham bermadi bular, sezdingmi? Hammada jaket bor, biz ikkimizga qarab, rangimizga qarab, no problem dedi. Kichkina vaqtimizda kinolarni ko'rsak, zo'r kadrlarni ko'ramizdan, shunday tabiatli joylari bizlar ham borsak deb orzu qilar edik. Niyatimiz xolis ekan, orzu qildik, birovlarga havas qildik va nihoyat orzuyimiz Golden Travel bilan amalga oshyapti. Golden Travel hamisha orzularingizni yetishingizga sababchi bo'lib turadi. Do'stlar, men Tailand davlatiga kelgan vaqtimda bir narsasini e'tibor berdim. Tailand davlatida turistlarning hurmati dim go'shli. Sababi Tailand davlatining asosiy iqtisodiyoti bu turistlar bilan bog'liq ekan. Mana qaranglar, bizning Xivamiz ham har yerlardan turistlarni akkalada yo'llarni o'ylab topsak zo'r bo'lar edi. Ne dedingsizlar? Bizlara xizmat etib yurgan bu gamachilar ingliz tili, rus tilida ozgina so'zlab biladilar. Amallab bir-biringizni tushunsangizlar bo'ladi. Lekin men bulara taylandcha so'zladim. Meni taylandcha so'zimni hech qaysi tushungani yo'q. Tang kang tong tang tanang tam ting tong tanan tong. Ina, hozir nima deb turganimni o'zim ham tushunganim yo'q. Muakhara manzara qara javlon, nervir javlon. Zavlanmaçanım, ne gapsiz endi? Gap bo'lishi mumkin emas. Birini ko'rib bir olasang. Tabii kinoda ko'rasiz-ku, o'shani ham taassurot вообще boshqacha. Ha, zo'r gaplar. James Bond'dan kino bor, Agent 007. Shuna kinosi ishlangan shu. Toshni. Orolni adı shuning uchun James Bond-ku. James Bond oroli. Güzel ekanlarga bilan taassurot вообще boshqacha. Buni sana tasavvur qiyin ekan. Masalan, hozir bir ta'riflab bersang, taassurot olmaydi bu narsani. Bir aytib bersang, tushuntirib bersang, taassurot olmaydi. Haqiqatan gelip görüş kerak deysanmi? Demek aziz do'stlar, hozir bizlar James Bond orolidan chiqdik. Hozir endi shu chiroyli suvning ustida restoran qurilgan ekan. Bizlar bu yerdagi gamachi vallahi aytdi, bemalol girib, qo'rqmay ovqatlanaversa, hammasi halol dedi. Keyin yana bir narsani ogohlantirib o'tdi. Ayollar dedi, iloji boricha yopiq kiyinib o'sin dedi. Hammasi musulmonlar. Qo'rqmang, gelib ovqatlanaveradi. Demak aziz do'stlar, New York'dan restoran ekan, bemalol kelaverasizlar. Eng zo'r yerlarni ochsak, yo'tibdilar. Xalq hammasi shu yerda izzat ovqatlanib, tabiatning teyinda, bu yon tarafing orol, bu yon tarafing orol, o'rtada restoran. Gap bo'lishi mumkin emas. Kim bilan gelish kerak? Golden Travel. Lek sizni nafaqat mobilograf sifatida xalqimiz yaxshi tanishadi, balkim xushovoz, ajoyib Yevropa, Osiyo qo'shiqlarini me'yoriga yetirib aytadi deb eshitganmiz. Bu rostmi? No mattina
Adesso ne esatto. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. Adesso ne esatto. Bo'ldi uka. Bir non beringlar, non beringlar. Jonlan ichanchik ekan. Shon dahshat. Qorong'imi? Qo'rqinchroq, tanlarga qo'rqmaysiz? Bu yerda o'sha daraxtlar o'sib boshlagan. Sizlar ko'rdingizlarmi Xichanni? Bo'ldi, keyin aytib berasizlar, qaytdik. Oroldan kelganimizdan keyin biza kechki Tailandning ko'chalarini aylanish uchun chiqdik. Endi Tailandga kelganlarga bir maslahatimiz. Taksiga minib o'tirmanglar. Tuk-tuk degan ishunning mashina bor. 6 dadam polniy sig'adi. Kolonkalari, sabbufelari hamma narsasi bor. Shaharning o'rtasida hazzat qo'shiqni aytib ketaverasizlar. Jigarlarim, assalomu alaykum. Qalaysizlar? Bugun Xudo xolasa syomkaga chiqdik. Bu Elin, Jalol, Hasanni 3 kunmi 4 kun ko'rmadik. Nelarda yurdi? Bangkokdan shaharga borganlar. Kim bilan? Hasan bilan chiqib ketib, kechda kelasan. Bangkokga borganlar. Hasan nerede yurgan bo'lishi mumkin? Iltimos yozib beringlar. Taniydilar. Taylandda 5 kun bo'ldi kelganmiz. Ag'am topdim xudoyo. Palov bormi, palov? Bor palov. Ko'kchay bormi, ko'kchay? Hammasidan bor. O'zbekiston uchib qoldi. Evet aka. Yurtdirsizlar. Hamma yerda ol qanisa palovda. Xoddoga kelib ketchakmiz hozir. Kelaverasizlar, adreslarni tashlab qo'yamiz. Kim shu yurgan bo'lsa. Go. Tailandga kelganimizda ozgina qiynalgan narsamiz bu ovqat bo'ldi. Ya'ni biz endi qisqichib boqqan quyruqi, ya qirqoyoqni o'rtancha oyoqqidan narsalarni yeb bilamiz-ku. Lekin biz baribir vodiyli brotlarni choyxonasini topib, hazzatib palov yedik. Endi yetyapmiz ha. Rahmat ukam. Salomat bo'lg'ingiz. Non beringlar, non bering aka. Suv bering. Biz o'sha joyni topdik. Qanaqa ushtirib beramiz. Do'stlar, bu go'shtlarga qaranglar. Bu Tailandning go'sht bozori. Bu go'shtlarni ko'rib boqing, shunday mazan qochadi. Hey, vegetarian bo'lganing yaxshi ekan deb o'ylanib qolasan. Lekin birgina tovuqning go'shtini ko'rdik. Eng qimmat go'sht bu yerda krokodilning go'shti ekan. Karang ini. Karang. Kalau barbecue terus kusna. Şunun özünde. $415 база ответы. Узбекистанский пацаны есть там. Такси надо, такси 415 база ответ. Tayyormisan cho'la? Sen Ahmet uka. Bana gerekmedi. Bu ikincisi getib botdi. Uka, o'zi gelsira. İkincisi getib botdi. Hey uka. Javlan, kadın yaxshi ko'rishing aytib qo'yaman. Javlan ketdi. Sizlar ushmadingiz? Kim? Siz. Benim 3 balam var, ota-onam var, xotinim var. Bu zayd bolalar kiramizmi? Shunchalik yerdan kelib beda tavakkal etdim uka. Men ham shunga baqa. Bize yana bir orolchaga borayotganimizda ibo bratimiz bir narsalarni tushuntirib yotdi. Men esa hazzatib o'qinardim. Baribir uni gapini hech kim tushunmas edi. Xaraktering kamala. Assalomu alaykum jigarlar, qandaysizlar? Uy yanda sovuq tushib ketdi deb xabar keldi.
Haqiqatdan ham gördük, storieslarda sovuq tushibdi. Biz akvaparkka keldik. Pxuketning eng zo'r, eng katta akvaparkindamiz. Nega siz? Andamanda degan akvaparkda. Andamanda. Har xil narsalarni ko'ramiz aslida. Andamandan manasi Vanda Bandadan mana bildiradi. Asli qarashimcha so'z. Tamam. Neda yursizlar desa, Vanda Banda yurtmiz dedi-ku, shu Andamanda. Az javlanlarni görese, javlanlar kalla atıp yatqandı. Shoydan neden tapamiz endi ularni? Demek, Şarşara'nın göresiz yamanından. Git. Vallahi dem alışta yine acayip tutulması. Oh, yaman yaman. Demek biziz akvaparktamız. Hoppa! Yine söylerim. Akvaparkni aylanib yurdik, qarasak shou bo'lib turibdi. Ya'ni shouni namozgina tomosha qildik. Lekin bir narsasini hayron bo'ldim. Bu Tailand davlatining ham milliy qahramoni bu ejdarho o'xshaydi. Menimcha Xitoyniki ham shunday bo'lsa kerak. Akvaparkdan kelgandan keyin bolalar bilan yana shu o'zimizga yaqin Panton Beach ko'chasiga ketdik. Bize endi haqiqiy klubga girdik. Bu klubga girishdan maqsad yalang'och qizlarni ko'rish, ya bo'lmasa spirtli ichimliklarni ichish emas. Bu yerda haqiqiy klubni ko'rish kerak. Endi bir narsasini aytsak bo'lsam, bu yerda dunyoga odi chiqqan DJlar xizmat etadi ekan. Yağmurni yomon yog'ib turibdi. Xayr meni gassetsam, mana shu avtobus. Xayr mening do'konim. Xayr. Şöyle dollar almıştırıp gibi ne oldu bilinmem. Safarımız kararlı. Sağlık amalı. Hayden. Kalasa öyümüze qaytayatırmız. Ona yurtumuz. Üzemizin Özbekistanımızda. Yurtumuz yaxshi baribir. Burala. Geldik. Biz geldik. Ciğerler bize geldi Xudo xolasa. Oğlan ne yapsınız? Yarı Esanaman geldik Xudoga şükür. Ana endi uyga. Rahmat aka, rahmat.
Taassurotlaring sayohatimiz yoqdimi? Sayohatimiz go'zal, sayohatimiz hamisha Golden Travel bilan zo'r. Keyingi sayohatimizni yana bo'lishini xohlaysiz? Keyingisi ya Yevropa, ya bo'lmasa Vyetnam. Ko'rishguncha. Golden Travel. Hammaga rahmat. Bo'ldi.